Bolajonim. Qancha sarson bo'lib yurgan ekan-a. Ozib ketibdi bolam, sho'rlik. Mayli ona, kuyinavermang. Yaxshi insonlar bor ekan, mana topildi. Bag'rimizga qaytdi. O'g'lim. Keyin yaxshi doktorga ko'rsatma, xo'pmi? Siz u yog'idan xavotir olmang. Oila medklinikasini bilasiz. Erkin akam yaxshi mutaxassis. Gaplashib qo'yganman. Ertalab tong otishi bilan olib boraman. Juda yaxshi bo'lyapsan. Xudo yo'liga bosh ko'zidan sadaqa qilib, ehson qilib yuborgin bolam. Zora bolam yaxshi bo'lib ketsa. Shu ehson borasida bir yaxshi rejam bor. Siz ham rosa xursand bo'lasiz. Ukamni bosh ko'zidan sadaqa. Umringga baraka top bolam. Bo'lmasa bitta duo qiling, men boray. Ilohim. Umringlarga baraka bersin, topganinglarga baraka bersin. Ilohim bolam sog' salomat yaxshi bo'lib ketsin. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Erkin aka Nazrullah ish bilan gaplashgan edik. Men bordilar, kutib o'tirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Doston yaxshimisan? Qala o'zgarish bormi, doktor? Ancha yaxshi. Kelgandagiga nisbatan ancha o'zlari kelyaptilar. Qon bosimlari, gemoglobinlari ko'tarilyapti. Xotiralari ham sekin-sekin o'zlari keladi. Xudo xolasa shifo beradi. Ko'rinishi ham ancha yaxshi. Boriga shukr, rahmat sizlarga ham. Rahmat. Xudo xolasa to'yga birga bo'lasizlar. Albatta. O'tdan chiqqandan keyin qo'shaloq to'y. Onajon, assalomu alaykum. Men Hayot akamni topdim. Yangi yo'ldagi Shashlik City'da ishlayotgan ekan. Xo'p, bugun yangilik bilan boraman, xudo xolasa. Hormang, assalomu alaykum. Hayot aka, bormisiz? Yaxshimisiz? Sizmisiz? Tanjoningiz sog'mi? Xudoga shukr, keling. Chataringiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Aka, bilaman mendan ozgina xafasiz. Ayyo, Lekin hozir ozgina vaqtingizni olaman, men bilan bormasangiz bo'lmaydigan joy bor. Faqat yo'qdi men aka. Aybim bor, bilaman. xo'p. Asqar. Keling uka. Shunda qarab turing, ichkarida zalda o'tirishib shularni olib kirib berasiz. Hozir kelaman. Ona tayyormisiz? Voy, ha, tayyorman. Namchi hovliqmasang? Bugun sizni xursand qiladigan kunim. Bir joyga borib kelamiz, yuring. Mayli. Ana onajon, Hayot akam bular dostonni topirishiga sababchi inson. Voy, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat sizga kattakon. Said. Charchamayapsan? Doston aka qani? Chaqir. Assalomu alaykum. Sayid, Alaykum aka. sizmisiz? Rahmat. Rahmat. Keyin anu men aytgan narsani ham olib chiqsin. Xullas, ona yetib keldik mana. Doston mana Hayot aka. Aya Dostonbek. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Sizmisiz? Yaxshimisiz? Opa olib qoldingizmi? Mani qo'limdan olmasligingiz aniq. Mendan xafa bo'lgansiz chunki. Shu Dostonni qo'lidan oling. Chunki siz sababli hayotga qaytdi shu uyga. Ona, sizga aytgan ehsonim ham shundan iborat edi. Bugundan boshlab Hayot akam bu choyxonada oshpaz emas, bosh oshpaz emas. Rahbar. Juda yaxshi Sizga o'ylabsan. bizni oila nomidan hadya.
Oling, olavering. Yaxshi Muborak kunlaringizga bo'lsin. buyursin. Yo'q. Buni qabul qila olmayman. Oling, Doston, Tushundim. gap mol-mulkda emas, Jasurbek. Men xursand bo'ldim. Ayniqsa Doston o'ziga qaytganligidan, oilalariga qaytganligidan. Opajon bag'ringiz to'libdi. Gap insongarchilikda. Siz o'zligingizga qaytibsiz, men shunga xursandman. Demak, meni kechirdingiz aka. Sog' bo'ling, Jasurbek. Joningiz sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Ushbu video kimlargadir ibrat bo'lishi mumkin. Lekin shu video orqali 3 ta reklamani lo'qqa tiqib ketdik. Rozi bo'lasizlar.